Qarang, mana shu poyqadamdan Makkadagi do'konlarga ham qo'yamiz odatda. Shu poyqadamdan arablarning o'zi ham maza qilib yeydi. Bunga bitta isbotini ko'rsataman. Assalomu alaykum, shayx. Kayf holat? Toyibing? Telefon poyqadam. Ovqat zo'r ekan sizga. Billah? Eng zo'r bu. Billah? Baqar hada arab baqar. Eng zo'r bu. أي أقرب لحم الغنم ولا لحم البقرة؟ Al-baqara. بقرة أقرب صح؟ أفضل شيء. Men oldim. بالله؟ Arab bo'ldim, o'zbek hammasi kiraman. بالله؟ Yaxshi bu. حجاج يجي ولا لا؟ Ha, ko'p oldim. Ya'qub, minnak? Safa Marva ko'p oldim. بالله؟ 24 soat oldim. Yaxshilar. عشان أقرب شيء صح؟ للسفر. Safar hammasi bo'ladi. للسفر. Ziyorat, umra, tavof oldim. Oldi, ha? Qarang, tavofga chiqib ketayotgan paytlarida, umraga borishayotgan paytlarida bir kunlab kerak bo'lsa, haramda qolib ketishadi. O'shanda shu poyqadamdan olishyapti, deyapti bu. Bundan gaplashganimda, olib o'sha yerda o'tirib, mehmonxonaga ham qaytib kelmaydigan paytlarda maza qilib ovqatlanishyapti, deyapti. Xullas, siz ham agar umra safariga kelayotgan bo'lsangiz yoki safarga chiqayotgan bo'lsangiz, mana shu pastdagi podrobna tugmasi ustiga bosingda, poyqadamdan o'zingizga xarid qilib oling. Negaki, shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun. Sah, valala? Bu qadam zo'r.